Otning yag'rigina dasayib qamchim bo'lsa. Mirkomilboyning o'g'och tepaga sapchidi. Jo'ja birday jon bo'lsa, olasini o'g'rilik orqasida boqqani ma'qulmi? Yoqubxo'ja darhol javob qaytarmadi. Izvor zavod hovlisiga kirib to'xtagichgina boyaga o'pkallagan ohangda muloylashib dedi. Odamlarning ko'ngliga qarang-da, aka. Haq gapni aytaman deb u yoqda izvoshchi otning yag'rigina dasayib qamchim bo'lsa. Mirkomilboyning o'g'och tepaga sapchidi. Jo'ja birday jon bo'lsa, olasini o'g'rilik orqasida boqqani ma'qulmi? Yoqubxo'ja darhol javob qaytarmadi. Izvor zavod hovlisiga kirib to'xtagichgina boyaga o'pkallagan ohangda muloylashib dedi. Odamlarning ko'ngliga qarang-da, aka. Haq gapni aytaman deb u yoqda Temurxojini izza qilibsiz. Temurxojini izza qilgani rost. Izza qilmaslik uchun haq gapni aytmaslik kerak. Aytmasa axir Mirkomilning xusumati yo'q, talashga mol holi yo'q. Uni jin uribdimikin Temurxo'ja dushmanlikni sog'insa. Nima bo'ldi-yu Ellikbosh ko'cha boshida yolqib, taqsir qozika Temurxo'jini mo'jaylagandik. Siz nima deysiz? Deb so'radi. Mirkomil ortiq o'ylab turmadi. Hoji halol odam, yurtning xizmatini qilsin, dedi qo'ydi. Oradan 3-4 kun o'tmay eshikka yo'qlab kelishdi. Boy tashqari hovliga chiqsa, Spionda Ellikbosh bilan yangi qozi Temurxo'ja qo'l qovushtirib turibdi. Kelinglar, qani ichkariga, dedi boy mehmonxonaga chorlab. Mehmonlar oyoq tirab turib olishdi. Bir rov ko'rdik, dedi o'ng'aylashib Ellikboshi. Ashi hojingiz sira qo'ymadi, bir niyat qilgan ekan. Ellikboshni adog'iga yetkazgungacha qozi tugunning bog'ichini yechib, zarba oftonni qo'liga oldi. Mirkomilboy keluvchilarning muddaosini tushundi. Barakalla, deb yordi u boshini chayqab. Mezbon mamnun bo'ldi degan oyda harakatda dadalashgan mehmonlar to'nni qo'lga olib ulgurmay boy muddaosini o'ylashtirdi. Bu ishlaring durust emas. Bir og'iz rizoligim evasiga hadya keltiribsizmi? Undan chiqdi rizolik bermay taqdirda ortdan tosh otar ekansiz. Temurxo'ja ikki qo'l qutirib turgan tonni tushirib yuborayozdi. Ellikbosh tushuniksiz oldiradi. Yo'q, taqsir, biz hojingiz oq fotiha olay deb. Mirkomilboy o'ziga yetgancha qaysar ham edi. U Ellikboshning tutilib bo'g'ilib gapirishiga quloq solmay, ko'ngliga oxirigacha aytdi. Xushomadni bandaga emas, Xudoga qilinglar. Yoqubxo'ja bo'lsa, to'g'ri gapni aytaman deb dushman orttirasiz deydi. Haq gapni aytganim uchun dushmanni orttiradimi? Haq gapni aytish dushmanlikmi? Axir u kimga qaysi xamirtuv yomonlikni ravo ko'rdi? Fe'l atvori shunday ekan, nachora bir yumalab bo'lak odamga aylanib qola olmasa. Haqdan voz kechib har kimning ko'ngliga qaray olganda bir uy boyvachchasining betiga oyoq qo'ygida ish qilmas edi. Endi afsuslanish, pushaymonlar qilish oson, lekin tabiatdagi kachbaxslikdan qutulish fursati jon chiqar vaqtiga qoldi. Ubaydulla Jumfurush Maylisoydagi javodiga 2 qur qilib, uyiga taklif qilib ketdi. Aytilgan hurmatni bajo keltirishdi. Boy yondi Yoqubxo'ja uyining to'rtiga otib joylashib o'tirib olguncha, yig'ilganlarning qanday odamlar ekanini hatto bir ikki o'zaro ma'noli ko'z urishtirib olganicha payqab ulgurdi. Derazaga yaqin o'tirgan G'afurjonning tusi gezardi. Nig'monbek, ularning hech birida Mirkomilning xusumati yo'q. Husumat qayda yig'ilganlarning hech biri davraning posangisi Mirkomil uchun xiyla yengillik qilishgan ayon edi. Mirkomil sir boy bermadi. Iliqqina suhbatga goh qo'shilib, goh so'zsiz bosh irg'ab yotaverdi. To'satdan Hoshimboy guruhining mavzusini bildi. Zakovat, farz. Zakotdan bo'yin tovlash va nomizlikdan kam bo'lgan gunoh kabira. Mirkomil umr bo'yi loyning ichidan chiqmagan, kulolday rangli zaxli Hoshimboyning aftiriga chimirlab qaradi. Yoqubxo'ja quyuq qora soqolini qo'l uchiga siypaladi. Gapga gap ulandi. Suhbatga g'iybat, fisq fasod aralashdi. Kim og'iz ochsa aytganiga Mirkomildan tasdiq ishorasini kutar. Boyning g'azoyidan esa na e'tirof, na e'tiroz ma'nosini o'qib bo'lardi. Nig'monbek ham gurunga qo'shildi. Zakot to'lash niyatiga odamning ko'ngli toza bo'lmog'i lozim, dedi u xotinchalik ovoziga zo'raki davlatman havas qiluvchi xoros. Bizlar-ku mayda davlatmanlik havas qiluvchilar xolos. Errayma bolalar orasida ham saodatda qiynalayotgan bor. Mirkomil tishiga og'riq turganda ko'zini bir zum ochdi-yu, sir boy bermaslik urinib 2 barmoq bilan iyagini chimdib oldi. Nig'monbek,
Kelgandan beri ilk bor oldini baralla qo'yib murojaat qilgan Yoqubxo'janing salobati hammani jimjit qilib qo'ydi. Odatda Yoqubxo'ja gapini boshlab qo'yib, xiyla fursat sukut saqlar. Aksar hollarda shunday sukutning og'ziyoq butuq, niyatli suhbatlar uchun ancha sarosimga qo'yardi. Bu safar ham xuddi gap boshlamaganda odamda jim labini qimtib ko'zlarini yog'ostidan Nig'monbekka qadalib qaradi. U qaytib tilga kirguncha Nig'monbek necha qizarib, necha bozardi. Nihoyat Yoqubxo'ja sukut bilan azoblash mashqini maromiga yetkazgach so'radi. Bu kichkintoyni ko'lala qildirarmi? Nig'monbekning badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Yomon chitdi-ku, ablah deb so'kidan ichida. Mirkomil yengil tortganini sezdirib qo'yish ma'nosida bir qo'zg'aldi. Nig'monbek o'tgan yilning jaddiy kunlari og'ir ko'rgan. Boyning hurmati uchun unga Komiljon deb ism qo'ygan edi. Endi Mirkomilga piching qilib, uni yomonlikqa chiqarmoqchi. Mirkomil esa o'sha hurmatchimmi, manavi pastkashlikmi deb mana oradan 5 yil o'tgach mulohaza posangizni qo'yib olib qo'yib ko'ryapti. Og'ziga kuchli yetmaganlar Mirkomil ayrim daromadlaridan zakot to'lamaydi deb ovoza qilgani Boyning quloqiga yetgan. Shuni esladi-yu, mashravatining nishabi qay tomonga og'gani o'sha paytda qisman va muddao amaliga kuchayotganning baravariga Boyning og'ziga tikildi. Mirkomil hech bir davrada so'zini yo'qotmas, umuman tili qisilik nimaligini bilmas edi. Zakotdan bahs etdi. Yaxshi, ashnaqa munozaralar boshlaganda, dedi u hafsalasizlik bilan beparvo ohangda va tortishib ortiga arzimaysalar degandek to'satdan gapining dumini uzdi. Zakovat-ku farz, illo zakotning oldida nima bor? Boy savoli javobsiz qolishini aniqlashtirib oladigan fursat jim bo'ldi-ra, o'tirganlarning jon-jonidan uzilib oldi. Ashnaqada zakotdan avval ushur bor. Zakot to'liqsiz irramaylik qilishdan burun urishni tushib qo'ysanglar. Tijorat so'qmog'iga endi atak-chechak qilayotgan hamyurtlari tengdoshlari bu borada katta-katta ko'chalar ochib ulgurgan. Mirkomilning oyog'iga osilishlari ne uchun kerak bo'ldi? Axir bu ularning mushugini pisht demadi, aksincha qadrini rostlab olsin degan muddora nechtasiga qarz berdi. Faqat G'afurjon omonatga xiyonat qildi, ish qozigacha yetdi. Nahotki shu dushmanlik bo'lsa, kimsan Mirkomilboy shuncha davlat, shuncha izzat obro'yini nahotki o'z xalqiga dushmanlik niyati to'plagan bo'lsa, agar bu o'z hamshaharlariga g'ayirlik qilsa, Ubaydulla Junfurushnikida yig'ilganlarga bir farangi boyning zavodi Anjanga ko'chirib ketirmoqchiman, ashning maslahatiga boraman deb aytarmidi? Axir o'sha paytlarda barcha boylar topganini xorijga sotish bilan band. Zavod qurish hech kimning yetti uxlab tushiga kirmagan. Behisob daromad keltiradigan bunday niyatni hech bir boy oshkor etmas edi. Lekin Mirkomil bunday qilmadi. Aytdi, bilsa bilsin, uddasidan chiqqanlar harakatga tushsin, dedi-yu o'ziga do'st emas, g'anim orttirgani, u g'animlar o'zga yurtlardan kelib yurtni, diyorni bosib turgan o'rislar emas, o'zining o'zbeklari ekanini juda kech bildi. Ko'pni ko'rgan Mirkomildek uddaburon inson ham omadi kulib boqqan odamni begonalar emas, avval bosh o'z yaqinlari ko'rilmasligini juda kech angladi. Anglaguniga qadar hamyurtlari joniga ora kirish, ularni o'ris istibdodidan himoyalash yo'llarini izlab sa'y-harakatlardan to'lmadi. Kultepaga masjid, madrasa, musofirxona, kasalxona, hammom qurishni rejalashtirganda o'zining manfaatini ko'zlamadi. Aksincha havolatidan ayrildi. Shahar hokimiyati viloyat hokimiyatiga, viloyat hokimiyati o'lka gubernatoriga ruxsat so'rab noma yo'lladi. Yig'inu muhokamaning adog'i ko'rinmadiki, ish joyidan siljimadi. Uyezd mahkamasidagi yig'inga boyning o'zini taklif etishdi. Mirkomil Mo'minboyev o'zlarimi ko'zoynagining tepasidan mo'ralab savol qotdi. Hamshador stol yuqorisida o'tirgan semiz yuzli harbiycha yengil boshli kishi bu bepisand gap buvaga og'ir botdi. Harbiycha libosli kishi savolini davom ettirdi. Taks, bu stроительствоga sel nima? Sel
Mirkomil haybatli uncha buncha inson zoti yaqinlasha olmaydigan bunday mahkamalarda shu qadar sayoz, bema'ni savollar berishi mumkinligini tasavvuriga sig'dira olmas edi. U hayratidan yoqa tutib turganida boshliq tatarbashara kishi tomonga shoh tashlab so'radi: "Senga nima aytamiz?" "Maqsad muddao", javob qildi tatarbashara kishi. "Aytmoqchiman, maqsad muddao nima qurishdan?" "Avtoritet", tatarbashara kishi obro' deb ilova qildi. Boshliq takrorladi: "Obro' kerakmi?" Endi Mirkomil ko'zlariga ishonmadi. Tushuntiray desa, boshliqning stoli ustidagi semiz qog'oz taxlamida ko'zlagan barcha niyat va maqsadlari qayta bayon etilgan. Tushuntirmay desa, so'lg'illagan lunjini osiltirib o'tirgan boshliq merosroqmi? Boy o'yini o'ylaguncha o'zini atayin dovdir tabiat qilib ko'rsatayotgan boshliq qog'oz taxlamini varaqlay chekkasiga 2 qat qalin chiziq tortilgan sahifasini ochib, Mirkomilga sinchkov bo'zraydi. Yuzi lunja taranglashib qizardi va labini qimtib, lunjini shishirib, tatarbashara kishiga nimadir deb po'ng'illadi. Tatarbashara kishi qo'zg'alib olgach, challa-chulpa o'zbekchaladi: